Bir Gentra aka qotib qoldim-ku. Necha soat bo'ldi o'zi? Gapirma. O'zi shu sovuqda Spark ukamni shtrafnoyga olib ketishdi. Borib yordam bera olmay. Mana shu yerda gaz kutyapmiz. Sharmanda. Salom akalar. Sovuqmi? Joylashib olay-a. Oppoq. Nima qilyapsan? Biz bu yerda to'rotdan beri muzlab yotibmiz. Sen tayyorga keldingmi? Jiguli aka, urushmang. Men faqat zapravkadan bitta narsa so'rab chiqaman. O'tmayman navbatsiz. Bo'ldi yigitlar, tarqaling. Davleniya tushib ketdi. Bugun gaz bo'lmaydi. Unda so'raydigan narsam yo'q ekan. Men ketdim. Yaxshi qolinglar.